8,3% kredit yo'q deb aytishyapti Ibrohim. Bormi o'zi yo'q? Bor, aka, uni keltirib ham beramiz kelishdi, aka. Keltirib beramiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. $10,000 ostiligini hech pul qo'shib qaytarishadi. $830 qo'shib qaytarishadi. To'g'rimi? Bu yerda $30,000 boshlanyapti, o'rtoqlar. $30,713 to'laysiz. 40,000 ga 951. 50,000 ga 1189, 60,000 ga 1427, 70,000 ga 1665, 80,000 ga 1900, 90,000 $2141, 100,000 ga $2378 o'rtoqlar. $30,000 ga 1 yilga $2400 qo'shib qaytarasiz. Bu 5 yilga hisoblangan o'rtoqlar. 5 yilga 5 ga 8,3 ko'paytirsanglar mana shu summa chiqib keladi o'rtoqlar. To'g'rim, bu pullarni olish uchun garovga nima qo'yiladi? Ishligini necha kunda hal qilib berasiz? Uy-joy, noturar joy qo'yib bersa bo'ladi. Ishlarini 3 ish kunida hal qilib beramiz, aka. 3 kunda hal qilib berasiz, to'g'rimi? 8,3%ligini o'rtoqlar, ofis kelsanglar, bemalol hisob-kitob qilib isbotlab beramiz o'rtoqlar. Ofisimiz Oqtepadan shundoq chapga o'ngga qaylasiz, sohil bo'yini shundoq ro'parasi joylashgan 100 metr Oqtepa lavashchi shundoq orqasida bo'ladi o'rtoqlar. Kelasizlar, hisob-kitobinglarni qilib beramiz. To'g'ri, xarajati bor o'rtoqlar. Xarajatsiz harakat nolga teng o'rtoqlar. Xarajatni hammasini grafikda ko'rsatib beriladi. U yerda bekitilgan hech nima yo'q o'rtoqlar. Saru bola 8 yildan beri ish faoliyatini olib borib keladi o'rtoqlar. Kecha chiqqan, o'tgan kun chiqqan bola emas. Target umuman ishlatilmaydi o'rtoqlar. Bir xilgilarni ochib target yoqyapti. Bizda unaqa emas. Bizda hammasi jivoy. Kelsanglar, baland foizdan olgan kreditinglarni ham yopib chiqarib beramiz o'rtoqlar. $500,000 gacha kreditingiz bo'lmaydimi? Yopib, bizani bank pul bersa, chiqarib beramiz.